Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Aziz birodarlar, mo'min musulmonlar, Alloh taolo bizni yana bir muborak mavsumga, rahmat va mag'firat eshiklari keng ochiladigan ulug' kechalardan biriga yetkazdi. Bugungi suhbatimiz Shabbon oyining 15-kechasi, ya'ni xalqimiz orasida Barot kechasi nomi bilan mashhur bo'lgan ulug' kecha haqida bo'ladi. Barot so'zi arab tilidagi barra so'zidan olingan bo'lib, u quyidagi ma'nolarni anglatadi: gunohdan ozod bo'lish, do'zaxdan najot topish, qarzdan, jazodan xalos bo'lish, poklanish va yangi sahifa ochish. Shuning uchun bu kecha najot kechasi, mag'firat kechasi, rahmat kechasi deb ham ataladi. Ulamolar aytadilar, bu kechada banda o'z o'tgan hayotiga nazar solib, kelajagini isloh qilishga qaror qilishi kerak. Shabbon oyining islomdagi o'rni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Shabbon oyiga alohida e'tibor berganlar. Oysha onamiz roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar: men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Shabbon oyidek boshqa oyda ko'p ro'za tutganlarini ko'rmadim. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Bu hadisdan bilamizki, Shabbon Ramazonga tayyorgarlik oyi. Undagi eng ulug' kechalardan biri 15-kecha. Qur'oni Karimda muborak kecha haqida Alloh taolo Duxon surasida marhamat qiladi. Hamim. Ochiq oydin kitobga qasamki, biz uni muborak bir kechada nozil qildik. Albatta, biz ogohlantirguvchimiz. Duxon surasi 1-3 oyatlar. Yana marhamat qiladi. Bu kechada har bir hikmatli ish ajratib belgilanadi. Duxon surasi 4-oyat. Ko'pchilik mufassirlar bu oyatlarni Laylatul Qadrga taalluqli degan. Ammo Ikrima, Qatoda, Mujohid kabi ba'zi salaf ulamolar bu oyatlar Shabbonning 15-kechasiga ham ishora qiladi deganlar. Demak, Barot kechasining fazilati Qur'on ruhiga mos va hadislar bilan mustahkamlangan. Ibn Mojadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo Shabbon oyining o'rtasidagi kechada bandalariga nazar qiladi va mushrik hamda qalbida adovat bo'lgan kishidan tashqari barcha bandalarni mag'firat qiladi. Payg'ambarimiz yana rivoyat qiladilar: Shabbon oyining 15-kechasida Alloh taolo butun maxluqotiga mag'firat bilan qaraydi, faqat mushrik va adovatli kishidan boshqa. Imom Ahmad rivoyati. Bu kechada mag'firatdan mahrum bo'ladigan kishilar ham yo'q emas. Hadislarga ko'ra quyidagi kishilar bu kechada kechirilmaydi. Birinchisi mushrik, Allohga shirk keltirganlar kishi. Ikkinchisi adovat saqlagan kishi, birodariga dushmanlik qiluvchi. Uchinchisi ota-onaga oq bo'lgan kishi. To'rtinchisi zino qiluvchi. Beshinchisi ichkilikbos. Barot kechasi tavba va istig'for. Alloh taolo marhamat qiladi: ey mu'minlar, Allohga chin tavba qilinglar. Tahrim surasi 8-oyat. Istig'for o'zi qanday aytiladi? Astagfirulloh al-azim va atubu ilayh. Bu kechada yana duolar qilinadi, Qur'on tilovat qilinadi, nafl namozlar o'qiladi. Qalbni poklash, ya'ni kechirish, yashirish, halollashish shu kabi amallar qilinadi. Xulosa qilib aytganda, aziz birodarlar, Barot kechasi gunohlarni kechiriladigan kecha, taqdirlar yoziladigan kecha, qalblar poklanadigan kecha. Allohga chin tavba qilaylik, qalbimizni adovatdan tozalaylik. Bu kechani g'aflat bilan o'tkazmaylik. Alloh taolo bizni Barot kechasining fazilatidan to'liq bahramand qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.